2025-yil og'ir atletika bo'yicha terma jamoalarimiz uchun bir qator muhim startlarga boy. Ayni kunlarda barcha sportchilar Chirchiq shahrida joylashgan og'ir atletika bazasida jam bo'lishgan. Bu yerda tashkil etilgan o'quv mashg'ulot yig'inida atletlar bo'lajak turnirlarga jiddiy hozirlik ko'rishyapti. Alohida yosh guruhlari bo'yicha tashkil etilgan mashg'ulotlar davomida sportchilar jismoniy holatlarini yanada oshirish ustida ishlashmoqda. Yoshlar va o'smirlarga to'xtaladigan bo'lsak, joriy yili ularning Bahrayndagi Yoshlar Osiyo o'yinlari, Peru davlatining Lima shahridagi yoshlar va o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionati va yana bir qator xalqaro musobaqalarda ishtirok etishlari rejalashtirilgan. Jumladan, yoshlar o'rtasida 67 kg vaznda Diyorbek Ro'zmetov, 81 kg vazn toifada Hikmat Haydarov, 89 kg og'irlikda Diyorbek Ermatov hamda Bekzod G'ofurjonov, 109 kg da Qudrat Salimjonov, plus 109 kg da esa Omadbek Olimov. O'smirlar o'rtasida 89 kg og'irlikda Munisbek Davletov, 96 kg vazn toifada Alisher Osmonov dunyo birinchiligida qatnashish uchun tayyorgarlik ko'rishmoqda. Ta'kidlash kerak, joriy yilning 6-13 aprel kunlari Chirchiq shahrida kattalar va 20 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasida mamlakat chempionati, shuningdek O'zbekiston Open xalqaro turniri bo'lib o'tadi. Mazkur musobaqa jahon chempionati oldidan jiddiy sinov vazifasini o'tab beradi. 24-mart kunidan boshlangan o'quv mashg'ulot yig'inida sportchilar, o'smirlar va yoshlar terma jamoasi bosh murabbiy Jo'rabek Zoirov hamda Azamat Ramazonov qo'l ostida shug'ullanishmoqda. 6-13 aprel kuni O'zbekiston chempionati bo'lib o'tadi. U 20 o'rtasida shunga ishtirok etib, undan keyin Peru davlatining Lima shahrida yoshlar o'rtasida va o'smirlar o'rtasida jahon chempionati bo'lib o'tadi. Shu musobaqalarga tayyorgarlik ko'ryapmiz. 2024-yil Ispaniyaning Leon shahrida yoshlar o'rtasida jahon chempionati bo'lib o'tdi. Unda 89 vazn toifasida ishtirok etib, dast ko'tarish mashqidan oltin medalni qo'lga kiritdim. Bu oldimizda turgan jahon chempionatida bunda ham o'zimning vesimda 89 vazn toifasida yoshlar o'rtasida shu jahon chempionatiga ishtirok etib, yurtimizga 3 ta oltin medalni taqdim etish niyatim bor. Jahon chempionatida ishtirok etish uchun bugungi kungacha 80 ga yaqin davlatdan buyurtma kelib tushgan. Vakillarimizga asosan Xitoy, Janubiy Koreya, Vyetnam, Filippin, Malayziya davlati sportchilari raqiblik qilishadi. Ta'kidlash kerakki, bu mamlakat sportchilari dunyoda ham yetakchi sanaladi. Og'ir atletika sportidagi aksariyat jahon rekordlari ham shu davlat atletlariga tegishli. Sportchilarimizga ham murabbiylar katta ishonch bildirishmoqda. Musobaqagacha bo'lgan davrda og'ir atletikachilarimiz o'z natijalarini yanada yaxshilashga harakat qilishyapti. Zairov Jo'rabek aka, trenerimiz, Ramazonov Azamat aka, shularni qo'lda tayyorlanamiz. 102 vaznda ishtirok etaman. 145 dast ko'tarish, 175 siltab ko'tarish. Shaxsiy rekordim musobaqada. Peru jahon chempionatida 160-190 kg qilmoqchiman. Sportchilarimizning rejalari katta. Bo'lajak musobaqalarda ular albatta o'z maqsadlariga yetadilar degan umiddamiz.